Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 7-mavzumiz to'g'ri burchali uchburchak gipotenuzaga tushirilgan balandlik ajratilgan kesmalar. Demak, katetlari A va B bo'lgan to'g'ri burchali uchburchak hamda gipotenuzasi S ga teng bo'lsin. Mana bu gipotenuza mana S ga teng bo'lsin. Bu yerda A ni gipotenuzadagi proyeksiyasi deb M deb belgilab olaylik. B ni gipotenuzadagi proyeksiyasini N deb belgilab olaylik. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik esa H bo'lsin. Qanday formulalar bor? Birinchi bo'lib bizda h kvadrat o'zi ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng bo'ladi, ya'ni m ko'paygan n. Xo'p, ikkinchi formulamiz a ning kvadratini topish uchun o'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytirish kifoya. Uchinchi formula b ning kvadratini topish uchun o'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytirsak bo'ladi. To'rtinchi formula, biz hozir bu yerda a kvadrat taqsim b kvadrat nisbatimiz m taqsim n ga teng bo'ladi. Bu mana shu ikkalasini nisbat olishdan kelib chiqadi. Demak, bizda bu formulalar juda ham kerakli formulalar, chunki ko'pgina geometrik masalalarda bu qoidalar juda ham asqotadi. Endi bu kerakli formulalarni bilgan holatda mana bu yerda berilgan savolga javob topib kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. To'g'ri burchali uchburchak gipotenuzaga h balandlik tushirilgan va u 4, 9 kesmalar ajratdi. Siz endi o'sha h ni qiymatini topib berishingiz kerak. Mana bu yerdagi 4 ta formuladan qaysi biriga tushadi va javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.